Agar sizda ham yoshligingizda yoki bo'lmasa ulg'aygan paytingizda qaysidir ham sabablarga ko'ra tishingiz olingan bo'lsa, unda bu videoni oxirigacha ko'rib turing, siz uchun foydali bo'ladi. Tishlarimizning qatori to'liq bo'lmasligi, ya'ni qaysidir ham bitta tishingiz olingan bo'lsa, yonidagi qo'shni tishlaringiz bir-biriga qarab egilishni boshlaydi. Tepadagi tish bo'lsa, pastga qarab o'sishni boshlaydi. Va shuni oqibatida qo'shni tishlardan va tepadagi tishlardan bizda ayrilib qolish ehtimolimiz juda ham katta. Shuni hisobiga ham biz stomatologlar bunaqa holatlarda sizlarga maslahat beradigan narsamiz bu implant qo'ydirish. Ko'pchilik aytadi, implant qo'yish og'riqli yoki bo'lmasa rak kasalligiga olib keladi deyshadi. Bu umuman noto'g'ri. Implant qo'yish og'riqsiz va u unaqa qiyin bo'lgan operatsiyadan hisoblanmaydi. Albatta, agar stomatolog to'g'ri qo'ysa, ya'ni o'zini ishini protokol orqali to'g'ri bajargan bo'lsa, bu holatlarda sizda hech qanaqa og'riqlar yoki bo'lmasa rak kasalligi va hokazo shunaqa muammolaringiz bo'lmaydi. Agar siz ham tishingiz yo'qligini kuzatayotgan bo'lsangiz, unda darhol stomatolog ko'rigiga yozilib, o'tga bo'sh o'rinlarni to'ldirib qo'yganingiz yaxshi. Videomiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, unda like bosib, o'rtoqlaringiz bilan bo'lishib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz.